Azizlar, qiroati jahriy namozlarda imom Fotiha surasini o'qib bo'lgach, amin lafzini qay tarzda aytiladi? Maxfiymi yoki jahriymi? Imom va qavm birga aytadimi yoki imomning o'zigina aytadimi yoki imom qolib qavmning o'zlari aytadimi? Yuqoridagi savollarning javobi ko'pchilik uchun doim qiziq bo'lib kelgan. Aslida buning hukmi aniq, chunki ayni shu mavzuda namozxonlarimiz orasida ixtiloflar uchrab turadi. Ba'zi birodarlarimiz aminni jaranglatib aytishni yaxshi ko'radi, lekin atrofdagi namozxonlardan istihola qilib o'zlari xohlamasdan ichlarida aytishadi va o'z e'tiqodlariga ko'ra bir sunnatga amal qila olmayotganlari uchun vijdonlari qiynalib yurgandek bo'ladi. O'zlari yolg'iz namoz o'qiganlarida esa baland ovozlarda amin deb xumorlardan chiqib ham olishadi. Boshqa bir guruh namozxonlarimiz esa aminni jahriy aytadiganlarni qattiq yomon ko'radi va bu nafrat boshqalardan o'tib ularning o'zlariga ham salbiy ta'sir qilgan. Natijada ular umuman aminni aytmaydigan bo'lib ketishgan. Aslida sunnatga muvofiq hukm qanday o'zi? Shu mavzuda qisqacha bir lo'nda o'rganib chiqadigan bo'lsak, Hanafiy mazhabimiz fuqaholari Sufyon Savri va Lays ibn Sa'd rahimahulloh hammalari imom Fotiha surasini o'qib bo'lgandan keyin uning o'zi va ortidagi qavmi aminni aytadi deganlar. Imom Malik rahimahulloh esa imom amin demaydi, balki qavm aytadi xolos. Agar yolg'iz namoz o'qiguvchi bo'lsa, u ham aytadi degan. Mana bu kitoblarda mana bular hammasi bayon qilingan. Demak, Malikiylardan tashqari mazhablarga ko'ra ittifoqan Fotiha surasining oxirida imom va qavm amin deb aytadi. Lekin Hanafiylar va Shofiylar orasida amin lafzini maxfiy aytish sunnatmi yo jahriy aytish sunnatmi? Shu masalada ham ixtilof bor. Imom Shofiy rahimahulloh jahriy aytish sunnat degan. Hanafiy mazhabi fuqaholari esa amin lafzini maxfiy aytish sunnat deganlar. Ba'zi namozxonlar shu ixtiloflarda Imom Shofiy mazhabini ustun ko'rib aminni jahriy aytadi va bu masalada Hanafiylarning yo'li sunnatga xilof deydi. Aslida esa unday emas. Hanafiy mazhabi fuqaholarining, Alloh ulardan rozi bo'lsin, amin lafzini ichida maxfiy aytish sunnat degan gaplari quruqdan quruq aytilmagan. Ularning bu fatvosiga albatta dalillari bor. Birinchidan, Alloh taolo shunday buyruq beradi Qur'oni Karimda. Robbingizga tazarru va maxfiy duo qiling. A'rof surasida keladi bu oyati karima. Oyati karimada Alloh umumiy tarzda duoni maxfiy qilishga amr qilmoqda. Fotiha surasining so'nggi qismi duo. Uning oxirida amin deb aytish ham ey Robbim ijobat qilgin degan ma'noni anglatadigan bir duo. Alloh duoni maxfiy qilishga buyurdimi? Demak, namozda ham tashqarida ham maxfiy duo qilish kerak. Ikkinchidan, Abu Muso Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir qavmning oldidan o'tib qoldilar. Ular ovozlarini ko'tarib duo qilishayotgan edi. Shunda Rasululloh ularga sizlar kar yoki g'oyibdagi zotga duo qilmayapsiz. Siz duo qilayotgan zot sizlarga qon tomirlaringizdan ham yaqinroq zotdir dedilar. Sahih Buxoriyda bu hadis sharif kelgan. Hadisdan ko'rinib turibdiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duoda ovozini ko'targanlarga e'tiroz bildirganlar. Bu esa duoning maxfiy bo'lishi sunnatga muvofiqligini bildiradi. Uchinchidan, Amash rahimahulloh Abu Solihdan rivoyat qiladi. U aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Imom g'oyril mag'zubi alayhim valaddallin deganda sizlar jim turinglar deganlar. To'rtinchidan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Imom valaddallin deganda sizlar amin denglar, chunki uni imom aytadi deganlar. Bular hammasi sahih hadislarda mana keltirilgan. Bu ikki rivoyatga ko'ra esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday ta'lim beryaptilarki, namozda Fotihaning oxirida imom amin deydi. Buni qavm eshitmagani uchun Rasululloh alohida urg'u berib sahobalariga bu haqda uqtirib qo'yaptilar va ularni ovoz chiqarib amin demasliklari uchun sizlar jim turinglar deb ogohlantirib qo'ymoqdalar. Bular nimani bildiradi, bu nimani anglatadi? Bular imom va qavm ichlarida maxfiy qilib amin deyishlari sunnatligini bildiradi bu yerda. Beshinchidan, amin lafzi Qur'ondan emas.
agar Qur'ondan bo'lganida Fotiha yoki Zam suraga o'xshash jahriy ovozini ko'tarib qiroat qilingan bo'lardi. Balki u namozdagi sunnat zikrlardan biri hisoblanadi. Xuddi sano va ta'avvuzga o'xshash sunnat zikrlar esa qoidaga ko'ra maxfiy qilinadi. Shunday ekan, amin ham maxfiy aytilsa sunnatga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun ham bizning yurtimizda ming yillar davomida Hanafiy mazhabiga, Imom Azam mazhabida demak e'tiqod qilib shu yo'lda mahkam kelingan ekan, albatta siz bizlar ham har xil ixtiloflarga bormasdan mazhabimiz ko'rsatgan yo'ldan yuradigan bo'lsak, albatta adashmaymiz. Jamiyatda namozxonlar o'rtasida bo'linish, firqa yoki fitnalar ham kelib chiqmaydi. Alloh taolo jamoatlarimizga, barcha mu'min musulmonlarga ahil ittifoqligini Alloh o'zi ato etsin. Fitnalardan, firqalanishliklardan Alloh o'zi saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.